Denov Xandal Boysun Darband yo'nalishi bo'yicha qurilayotgan yo'l haqidagi lavhamizni, ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Mana bu Boysun shahrining ichi. Ko'rasizlarmi? Mana shu yerga 2-3 metr pastga tushirilgandi o'yib, mana bu yerlar, mana qirg'oqlardan. Ko'rdingizmi? Uylar juda haligida turadi, mana uylarni uravini mana bir bo'lib qolibdi yo'l bilan. Juda katta ishlar amalga oshirilibdi bu yerda. Albatta buning uchun quruvchilarimizga, yo'lsozlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Boysunning jamoli mana ochilibdi. Bu yerda ham qayerdagi bir 7-8 kilometrlar joylar to'liq betonlashtirilgan. Hali mana yo'llarning chiziqlari, yo'l belgilari qo'yilmagan bo'lsa-da, lekin mana yo'llar yurishga yaroqli va mashinalar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Albatta Boysun shahri ham, Boysun ham nihoyatda tog'lar bag'rida joylashganligi uchun ham bu yerda odamlar ham ko'p va qatnov ham serqatnov. Bugun Boysun aholisi ham kundan kunga ko'payib boryapti. Shuni hisobga olib zudlik bilan bu yerni qurib bitkazgan. Mana shu yerda demak haligi omonxonaning yonida, bu yerda va narigi tomonda ham Xandaldan chiqqandan keyin ozgina joy bo'lganligini hisoblasak, qayerdaki bu yerda bir 30-35 kilometr joy tayyorlangan yo'l. Mana bu Boysunning shahrining ichidagi, bilasizlarmi, mayda ko'pir bordi mana. Ana shu ko'pir mana qilinyapti va hozir nima deydi, ABS qilib qo'yibdi bu yerda. Mana shunday qilib chiqib ketadi va mana bu ko'prik bitgandan keyin yo'l tepaga ko'tariladi. Hozir mana ABSdan qatnayapti mashinalarimiz, mana bizning 75larimiz hammasi juda bir haligi ekan bu yerda. Haligi qilingan ekan. Endi haligida remont qilinyapti, ta'mirlanyapti. Yo'l buzuq. Shuncha 30 qo'yib qo'yibdi va albatta mana shu 183 million dollar ajratilgan bo'lsa, xuddi mana shu joylardagi ishlar ham o'sha 183 million dollarga kiradi. Mana bu tomoni to'g'ri hozir Darbandga ketiladi, o'ng tomonda esa mana Boysun shahrining ichiga kiriladi. Mana svetofor o'rnatilgan, mana svetoforda to'xtab turibmiz va bu yer narigi tomonda ham ishlarni amalga oshirilayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Albatta bizni kuzatib borsangiz, bir-biridan qiziq ma'lumotlarni, bizni qo'limizga tekkan ma'lumotlarnigina bera olamiz. Chunki bu yo'l haqida har xil gap gapirib bo'lmaydi. Chunki davlat ahamiyatiga molik bo'lgan, xalqaro standartlarga javob beradigan yo'l bo'lish kerak. Juda katta ishlar amalga oshirilish kerak. Bu mablag' bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham bu yerda har xil gapni aytib bo'lmaydi. 2026-yil mana may oyi boshlandi va albatta o'ylaymizki, bu yerda katta ishlar amalga oshiriladi. Mana narigi tomonni ham shu yaqinroq oling-da, ozgina ko'rsatib qo'yaylik. Mana ozgina bo'lsa ham mana Darbandga ketadigan yo'l mana bu tomonga mana yopilgan hozir. Bu tomonga Boysunning shahriga kirib boradi. Mana shunaqa gaplar, akalar, do'stlar, bizni kuzatuvchilar, kommentariyani yozinglar, mayli muxbirlarni, blogerlarni tanqid qilsalaring ham mayli, tanqid qilmayapsizlar, sizlar ko'rsatmayapsizlar deb gapirganlaringiz uchun bugun imkonim darajada men sizlarga bilganimcha aytib berdim. Jo'raqul Tursunov Denov Darband yo'lidan maxsus tayyorlandi. Voilà.